Assalomu alaykum sayohat taassurotlari kanalining aziz muxlislari. Kanalimizning chet eldagi o'zbeklar rukni ostidagi podkastini boshlaymiz. Podkastni biz Janubiy Sharqiy Osiyoning eng go'zal mamlakatlaridan biri Vyetnamning Nha Trang shahridan olib bormoqdamiz. To'g'rirog'i Nha Trang shahridagi Vostok Food restoranidan olib boryapmiz. Mana mening qarshimda bugungi podkastimizning mehmoni va ayni paytdagi mana shu restoranning egasi, mezboni Dostonbek bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Dostonbek bilan biz tasodifan tanishdik. Bugun Vyetnamga sayohatimizning 6-kuni. Biz ertalabdan Janubiy Xitoy dengizi mana Nha Trangning chekkasida biz dengizda cho'milib soat tush vaqtigacha cho'milgandan keyin qayerda ovqatlanamiz degan muammo bizni oldimizda ko'ndalang bo'ldi. Men kecha erta tongga chiqib shaharda piyoda yurib aylangan paytimda mana shu restoranga ko'zim tushgandi va keldim. Bugun tanishdik va men bu kishiga suhbat o'tkazish taklifini bildirdim. Rahmat, rozilik bildirganligingiz uchun. Nima vaqt? Dostonbek, endi o'zingiz haqingizda bir gapirib bersangiz. Men yoshim 30 da, Tojikistondan tug'ilganman. Sagdinovskiy oblast, Zafarobod shahridan. Mayda shahar emas, u rayon. Mayda rayon joyidan tug'ilib katta bo'lganman. Vyetnamda restoran ochishingiz tarixi haqida gapirishdan oldin, o'zi bu biznesga qanday kirib kelgansiz, qayerlarda o'qigansiz, qachon boshlagansiz, shular haqida ma'lumot bering. Men o'qishni tugatganimdan keyin Rossiyada 2016-yil akam mendan 2 yil oldin akam bor meni daler 2 yil oldin u o'qishni tugatgan. Keyin biz shu получается lavash biznesiga birinchi mayda joydan ochib turib kompaniyonimiz bilan ishni boshlaganmiz. 2016-yil Qayerda o'qigansizlar? Kemerovada. Kemerovada. Akam пищевой промышленности tugatgan, по специальности pivovar. O'sha yerda o'qib, получается tugatib o'sha yerda qolgan. Keyin biz kelganmiz, shu bilan o'qishni tugatib birinchi lavash biznesidan boshlaganmiz. Mayda lavash ostanovkadan boshlab hozirga 15 ta городda, 15 ta по франшизе, в общем 30 ta set fast-foodов, Doner Home, Kemerovo Privet, Doner Home restorani olib boramiz kompaniyalarimiz. Endi bilmaganlar uchun aytib o'tishimiz kerak. Kemerovo bu Rossiyadagi shahar, yoki Kemerovo bu Rossiyadagi oblast, получается Kemerovskiy oblast. Hammaga tushunarli bo'lgan ma'noda aytsak agar Kuzbas deyiladi. Agar Kuzbas desa, Sibir hamma biladi bu narsani regionda. Kemerovani gorodni o'zida, Kemerovaning o'zida 15 ta Kemerovskiy oblastda, po oblasti Kemerovskiyda 15 ta po franshiza. Vyetnamda restoran ochish g'oyasi qanday tug'ildi? Bu получается biror xil planda bo'lmagan narsa. Biz shu yil boshida mana bitta jo'ram yashaydi Rossiyadan Kemerovoda. Bir 2 yildan beri shu yerda yashaydi. O'sha meni taklif qildi. Aytdiki, necha yildan beri ko'rishganimiz yo'q, uni sharoiti yo'q edi borishga. Keyin meni taklif qildiki, sen ko'p davlatlarda bo'lasan, bir marta kel, bizda oldimizda ham bu gorodni ham bir ko'rib ket degan g'oya tug'ildi. Keyin biz yangi yilda jo'ralar, o'shalarimiz bilan o'tirib maslahat qilib 3 kishilab keyin uchib keldik bu yoqqa, oddixga, dam olishga. Uchib kelib, keyin shetlarda yana o'zimizning kuxnyalarimizni izlab, har joylarda, har restoranlarda yeb turib, kirib, keyin bizda o'zimizga korotko говорят yo'qmadi. Vkuslar, chunki biz o'zimiz любитель вкуса, chunki biz bu sohada ishlaymiz. Keyin o'tirib bir restoranda o'tirib maslahat qildikki, shu yerda ham biron narsa ochaylikmi degan ma'noda. Keyin hazil bilan joy izlashga kirib, mana ochib, mana 2 ochi уже ishlayapmiz. Hozir mana mening yonimda restoran
asoschilardan biri, hozirgina biz gaplashayotgan Dostonbekning do'sti, oshnasi. Мехродждин. Представь себя. Меня зовут Мехродж. Мехродж. Я из Таджикистана. Как открыли вот это ресторан? Вообще-то свой опыт, пожалуйста, расскажите. Так, во-первых, добро пожаловать в нашу восточную кухню. Хотел бы представить сначала атмосферу. У нас очень уютно. Во-первых, себя почувствуете как дома. Во-вторых, у нас в основном мы готовим здесь наше национальное блюдо. Так как мы находимся в Вьетнаме и сейчас активно приезжают во Вьетнам очень туристов, не исключая то, что из Узбекистана много кто приезжает, из Таджикистана, из Киргизии, Казахстана. Поэтому даже когда на море, да, все равно они хотят именно домашнюю атмосферу. Для них мы с нашими партнерами создали такой домашний уют, и каждого из вас мы обязательно приглашаем, и каждому из вас вы рады. Если перейти к истории нашего заведения, во-первых, мы с друзьями прилетели на остров Фукок просто для того, чтобы отдыхать. Отдохнули, посмотрели, что какой-то изюминки нашей страны не хватает именно во Вьетнаме, потому что, так как я ранее сказал, очень много приезжих и туристов. Исходя из этого, мы решились открыть именно нашу национальную блюдо и нашу культуру, в первую очередь, показать вьетнамцам и другим представителям стран. Наша страна мусульманская, мы решили здесь открыть халяльное. У нас продукция халяльная, производится с сертификатом. Нам доставляют доставщики, наши поставщики, они именно нам доставляют именно по нашим заявкам, а еще доставляют нам с сертификатом халяль. Мы представляем 8 разновидностей шашлыков, суп, шурпа, это шурпа дня. Один день мы готовим с говядиной, другой день по желанию клиентов мы готовим бараниной. Restoran ochish shuncha osonmi? Qanday? Bunda ham qiyinchiliklar bo'ldimi? Restoran ochishda bizda двойное гражданство получается российский, Tojikiston. Shuning uchun 2026-yilda boshlanishidan yanvar oyidan между Rossiya bilan Vyetnam соглашениеga dokument подавать qilganlarki, между Россией и Vyetnam без налогообложения deb turib shunaqa zakonni qabul qiluvdilar. Biz o'sha zakonni qabul qilganimizga o'sha g'oya bilan keyin o'sha g'oyani eshitib o'sha yoqqa ochmoqchi edik. Keyin u g'oya оказывается только Fukokka действует qiladi, Fukok shahriga. Chunki investitsiya ko'p kirgizish kerak ekan Vyetnam, чтобы раскачать город. Shuning uchun bu yerda bu narsa ta'sir qilmagani uchun keyin biz o'zimizga ochishga ruxsat o'zimiz ochdik. Agar bo'lmaganiga biz o'sha o'zimizda Kemerovdagi nomimizda Donorxonda bu yoqqa ochmoqchi edik. Kompaniyani bu yoqqa ko'chirmoqchi edik. Bo'lmagani sababi keyin biz yangi kompaniya ochib, yangi nom bilan keyin ishimizni boshladik. Bu joyni sotib oldinglarmi yoki ijaradamisizlar? Bu joy ijarada. Ijara, remonti vyetnamskiy kuxnya edi. Biz olib turib shu polnoshni harakat qildikki, chastichka o'zimizda nimamizni qo'shishga, Ya'ni atmosferani yaratishga. o'zimiz O'rta Osiyoni, O'zbekistonni, Tojikistonda nafasini bu yerda odamlarga berishga, sezdirishga harakat qilgan. Yaxshi. Xo'p, endi bu yerda mana atrof hali tasvirlarda ko'rsatamiz. Nimalar qildinglar o'sha sharqona muhit yaratish uchun? Mana o'zingiz ham kiyim boshingizdan ko'rib turibmiz. O'zbekona kiyimlar, O'zbekistonda ham harakat qilib. Bizda biz o'li aytganimda biz o'li yaqin ochildik 2 oy oldin. Bizda o'li darobotkalar ketyapti. Bizda patologlarni ko'rib turganingizda hammasi patologlar 1 oy 1,5 oydan keyin o'zimizda uzorlarimizda parda bo'ladi. Oq pardalarni o'rniga zaminat qilamiz. Formalar hammaga, anjomlar hammaga. Vyetnam qizlariga ham o'zbekcha liboslar, to'ppilar kiygizib qo'yib, dasturxonlar
qilib. Самое главное вкус. Vyetnamda, Vyetnam. xususan Yachangda o'zbekcha restoranlar ko'pmi? O'zbekcha restoranlar, vostochniy, qozoqcha, qirg'izcha restoranlar ko'p. O'ndan oshadimi son? O'ndan oshadi. O'ndan oshadi. Ularni demak bu ochishdan oldin ulardan boshqacharoq bir yo'l, qandaydir o'ziga xos sizlarni deylik podpislaring bo'lishi kerak edi. Nima qildinglar o'shani? Ulardan zo'rroq qilish uchun. Endi qanday tushuntirsam, har bitta Sizga yoqmadi deb. har bitta regionda получается, har bitta davlatda государствоning o'zini xos taomlari bor. Taomlari bor. Keyin bu yerda imенно shashliklar bilan shashliklari bizga yoqmadi. Bizlarni taomlarni mazasi men topolmadim. Hamma joyda yedik. Yaqinlari bor, lekin o'xshashlari yo'q edi. Shuning uchun biz aksentirованно именно shashlikka, oshga menyumiz katta emas, menyumiz mayda, lekin hamma taomlarimiz mazasi yaxshi. Sho'rvani ichib ko'rdik. Sho'rvani ichib ko'rdik. Shashlik yedik. Mazali ekan haqiqatan nihoyatda. Nima mahsulotlarni, deylik go'shtni, boshqa mahsulotlarni o'zimizdan olib kelasizlarmi? O'zimizdan spetslar keladi. Spetslarni olib kirish oson, ziravorlar keladi. Olib kirish osonroq. Problemalar bo'lmaydi. Biz bu yerda katta magazin bor, magazinlar, международный уровень magazinlar. O'sha magazinlarga halol produksiyalar zakaz qildik. Restoran ochilishimizdan oldin halol produksiyalar bilan o'sha halol produksiyalarni jo'natdilar bizga. Biz подтвердить qildik, hammasini ko'rdik. Degustatsiya qilib, hammasini ko'rganimizdan keyin bizga yoqqandan keyin biz ochilishni boshladik. Biz to o'zimiz yeb ko'rib, to o'zimiz убедиться bo'lmaganimizgacha o'sha produksiyalarga biz даже o'ylamadik restoran ochishdi. Shu narsalarni yeb, tayyorlab ko'rganimizdan keyin biz ochmoqchi bo'ldik shu narsani. Shashlik pishiradigan turgan apparatni zakaz qilganmiz boshqa davlatdan. Betlada bo'lmaydi. Xitoydan zakaz qilganmiz. Spetsialni hidini olib chiqmantirgan, hid kuxnyaga bermantirgan. Tarqalmaydi. Hidni olib turib, oppoq vozdux olib chiqib ketadi ko'chaga. Чтобы qo'shnilar biror xil problema bo'lmasin. Chunki biz под российский sistema ishlaymiz. Chunki российский sistema bu narsalarga слишком проверкasi qattiq. Shuning uchun biz mana shunaqa spetsialniy apparat olib, salgina chetroqda sentrlarga bizga ruxsat berishmadi bu apparatga. Shuning uchun salgina chetroqda ochib, bu ham sentr hisoblanadi. Sentral markaziy улица hisoblab, shunaqa помещение, ochiq помещение olib, именно ochiq помещениeni olganimizning sababi mangal. Mangal, чтобы odamlar ko'rishi uchun, чтобы mangalda odamlar полностью ko'zining oldida pishirib подавать qilamiz. Dollarga, AQSh dollariga aytsak agar $5000 ketdi. Tok kirib kelganimizga, $5000 tushdi AQSh dollariga. Получается, qozonlar o'zimizdan Toshkentdan olib kelganman. Qozon, kapkir, shampurlar hammasi O'zbekistondan, Toshkentdan olib kelganman. Do'ppilar o'zimizda Tojikiston, O'zbekiston. Choynik pilovlarni chetlardan zakaz qilib topildik. Xitoydan zakaz qilib turib, через marketplace'lar zakaz qilib olib keldik. Nega qozon kapkirlarni aynan Toshkentdan olib keldingiz? Nega qozon yo'qmi? Qozon bu yerda yo'q aka. Yo'qmi? Yo'q, qozon yo'q. Qozon biz izladik, betlarni qozoni hammasi yumaloq emas, hammasi rost. Shuning uchun bizga bo'lmadi. O'sha yerdan zakaz qilib, Nechta qozon olib keldingiz? ikkita qozon olib keldim. Ikkita katta qozon. Samolyotda. Samolyotda olib kelganmiz. Otam olib keldilar. Demak, tez bor, otangizga ham Otamni ketasiz. o'sha betda qozonni olib keling degan. betda topolmaganimdan keyin otamga zakaz qildim. Otam kelib turib, ochilishdan oldin qozonlarni olib kelib, amakim bilan oq fotoya berib, keyin ochilishni o'tkazib keyin ketdilar. Yaxshi, ularning duolari ijobat bo'lsin. Iloyim. Ishlaringiz yanada gullab yashnasin. To'ychalik aka. Choy gapga qo'shadi-da, yana ham gap jonli bo'ladi. Rahmat choy uchun. Так как данное заведение еще несколько месяцев,
Конечно, в будущем мы хотели бы развиваться именно во Вьетнаме. И у нас будут открываться новые заведения именно в других городах, и именно в Вьетнаме. Поэтому мы всегда за развитие и стараемся к тому, чтобы наша национальная кухня была всегда везде доступна. Aka biz restoran sohasida aytib o'tganimdan 2016-yildan beri akamni oldidaman. Manda bo'sh akam. Akamni oldida o'rganib hamma narsani bizniki fast food bo'lgani uchun men o'ylavdimki ancha oson bo'ladi. Oson bo'lib turib harakat qilib boshlaymiz deb niyat qiluvdik. Xudoga shukr mana ochdik. Oson bo'lmadi. Oson bo'lmadi. Fast food bu совсем boshqa направление ekan. Restoran sohasi imina bu boshqa направление ekan. Lekin opit shuncha yilgan tajriba ancha yordam beradi. Hisob kitob, dohod rasxod, hamma narsalar, hali ham ошибкалар bor. Hali ham o'rganyapmiz, hali ham harakat qilib turib hamma xatoliklarni ispravlyatsiya qilib boryapmiz. Klientlarni odamlar uchun yoqishi uchun nima qildik aka? Odamlarni yoqishi uchun birinchi o'chirat bizniki hamma joyimiz toza. Men tozalikka o'zim ertalabdan to kechgacha mana shu yerda tozalikka qattiq ahamiyat beraman. Chunki bizniki mangal tutuni chiqadi, baribir xohlasangiz, xohlamasangiz открытый mangal. Tozalikka qattiq ahamiyat berdik. Kirib chiqqan bo'lsangiz, hojatxonamiz Badarjo'g'li. Biz harakat qilamizki, чтобы qanday xohlamasangiz, первое впечатление odamniki, odamizot kirib ko'rgani bu tozalikka ahamiyat beradi, ko'z tushgan narsa. Chunki bizda o'zimizda odamlarimiz hech kim toza odamlar. Shuning uchun harakat qilib tozalikka qattiq ahamiyat berdik. Ikkinchi o'chirat o'zimizda anjomlarimizga, formalarimizga ahamiyat berdikki, чтобы milliy o'zimizda atmosferamizni yaratishga ahamiyat berdik. Uchinchisi aka oddiy ovqat, taom, podacha, mazza. Shu aka, shu narsalarga ahamiyat berib, Xudoga shukr mana hozir biz ovqatlanish davomida kuzatib turdim. Ham umumiy rahbarlikni ham olib borayotganga o'xshayapsiz, ham o'zingiz ham tinmay ishlaysizmi deyman. Pishirib ham ketaverasiz. Mani bo'lishib olganmisizlar? men sizga aka bo'lishni aytamanki, biz pastda suratni keyin ko'rsatasiz. Biz uchta jo'ralar kelib turib, oshnalar ochganmiz. Bitta oshnam qaytib uchib ketdi. O'sha Rossiyada Kemerovda o'li. O'sha yerda biznesda biz bilan sherikdosh. Buni ham biz sherigimiz bilan o'zimiz kuxnyada ishlayapmiz. Hamma marinovka, shashliklar, hammasini o'zim nazorat qilaman. Hammasini praktik ko'p narsani o'zim qilaman. Harakat qilib o'zim pishiryapman. Agar o'zimiz biz boshda ochilishda o'zimiz boshda turmasak aka, endi bizni tajribamiz biz tajribamiz borki, agar odamzodni o'zi ochgan narsaga o'zi mehr berib, o'zi ishni boshlab, to yaxshi bo'lgancha ishni olib borsa, dalishim yaxshi bo'lib ketadi. Shuning uchun men harakat qilib o'zim o'ylam shu yerda, harakat qilib vaqtimni ajratib kelib o'zim shu yerda bo'lib turib, o'zim yurishlayapman. Qaniydir ko'chadan boshqa oshpaz ishchi jalb qilmagansiz yo O'zbekistonga olib kelmagansiz? Ishchi bor o'zimizda ikkita povurimiz bor, olib kelganmiz. Undan tashqari Tojikistondan olib kelganmiz. Undan tashqari o'zimiz ham ishlaymiz. Keyin eng qizig'ini aytaymi? Eng go'zal ishchilar vet go'zallariga o'zbekona kiyimlar kiydirib qo'ysalar, Vyetnamlik qizlarga. Qiyin bo'ldi, harakat qildik. Kiyish xohlashmadimi? Endi yo'q, kiyishni xohlamadi. Imminna подобрать qilish uchun, ular uchun
sal bizga muammo bo'ldi. Maxsus tiktirish kerak. Maxsus tiktirdik hammasini. Ularni razmeri hammasi boshqa, kichkinaroq, shuning uchun maxsus tiktirib qildik. Ularga ma'qul bo'lyaptimi o'zbekcha ovqatlar, kiyimlar? Ularga qaysi ovqatlar, go'shtlik ovqatlar, imенно mollik ovqatlar kam yeyishadi. Keyin yeyishadi, ma'qul ularga. Ma'qul yeb turib, fokus boshqa ular uchun. 5-6 oydan beri Vyetnamdaman. 5-6 oydan beri. 6 oy bo'ladi, oyda boshida. Bir joyda qolib, restoran ochish uchun hamma narsaga odam ahamiyat berish kerak. Bularning odamlari o'ta daraja xoksor odamlar. Xoksорmi? Xoksor odamlar, yaxshi odamlar. Biron kishini самый главный улыбчивый, жизнерадостный odamlar. Jilmayib turib yaxshi nima? Yomon odamlar emas ekan. Yomon odamlar emas, yaxshi odamlar. Bizga shunisi ma'qul bo'lgan holatda biz shahar kelib turib restoran ochdik. Hammasini bu yerda получается restoran ochishdan oldin hammasini chaqirasiz. Sanepstansiya, пожарная безопасность, hamma joyda chaqirasiz. Ular kelib turib restoraningizni ko'rib, sizga maxsus hujjat berishadi. Hujjat bergandan keyin siz faoliyatingizni boshlashingiz mumkin. Biz hujjatni olib, faoliyatni keyin boshladik. 2 oy bo'ldi ishlayapmiz. O'sha kelib ochilganga bergan hujjatlari bilan ishlayapmiz. Hali kelishganlari yo'q. Chunki jalba bo'lmayapti. Jalba bo'lsa, keyin ular kelib ko'rishadi. Xudoga shukr, hammaga yoqyapti, ishlayapmiz. Hali kelishganlari yo'q. G'oya aka, biz o'zimizni Tojikiston, O'zbekistonga men yaqinda bir 3 marta Toshkentda bordim. 3 oyning ichida bir 4 marta, 5 marta Toshkentda bordim. Men Toshkentga ham ochmoqchiman harakat qilib. Toshkentga konsepsiya boshqa xil. Biz Toshkentga kafeni ochmoqchimiz. Hamma men bu yerda bitta narsani ko'rib, menga yoqqani, bular kofeni vyetnamskiy traditsionniy shaklda tayyorlanar ekan. Kofeni просаживать qilib, keyin просаживать qilib turib, keyin kofeni qo'shib turib tayyorlar ekanlar. Kofelari menga yo'qdi. Agar правильно приготовление kofelari bamaza. Ular Vyetnamda kofeni ko'p ichar ekanlar. Kofeni ko'p ichadi. Shuncha havo bo'lsa ham. Issiqda kofeni холодный ichadi ular. Холодный kofe ichadi. Keyin холодный kofe ichgandan keyin aka, ular shakarni ko'p istifoda qilar ekanlar. Даже o'zlarini kuxnyalarini probovat qilib ko'rdim. Даже kuxnyalarda ovqatlarini, taomlarini yeb ko'rsangiz shirin. Ular sahrda yaxshi ko'rar ekanlar, lekin ertalab soat 4 da uyg'onib sport bilan zaymat qilar ekanlar. Menga shu narsasi yo'qdi, chunki biz o'zimiz ham vastochniy odamlar. Babax uyg'onamiz, soat 4-5 ertalab ota-bobolarimiz uyg'otadilar. Ertalab turganda Xudo nasibasini beradi deb. Shuning uchun bular ham shu narsani reoriya qilar ekanlar, ertalab turar ekanlar, ishlarni tez boshlab, ishlarni oldinga. Menga shunisi yo'qdi. Odamlarni erta uxlab, erta turishadi. Erta uxlab, erta turishadi. Ularni o'zlarini yogalari bor, zanimatsiya qiladi. Yo'q, qo'ng'iroqmi bir ovoz. Qo'ng'iroqlari o'zlariniki bor, Soat 4 da. Soat 4 da. Hammani uyg'oninglar degan. Hammani uyg'onadi. Bular shu soat 4 da uyg'onadi, o'sha soat 5 da hamma Vyetnamda uyg'onadi. Maktablar soat 6:30 da boshlanadi. Maktablar soat 6:30 da 7 da уже boshladi. Государственный учреждениялар ham, даже налоглari ham soat, agar adashmasam 7:30 da ishini boshlaydi. Ularning keyin обедный перерывi bor, soat 11 dan to soat 1 gacha yoki 11:30 dan 1:30 gacha ular обедный перерыв, hamma joy yopiladi, ular dam oladi. Turizmda bular turizmga yaxshi qarashyapti o'zi. O'rganish. Endi biz kuxnya darajaga shuncha 15 yildan beri biz kuxnyada bo'lsak aka, 10 yildan beri o'rganish hamma odamga направление bor. Даже adashmasam meni bu yerda ishchim ko'ryapti. Даже bu yerda bitta oshnamda olib kelganman. O'sha ko'rib turib aytayaptiki, bu yerda elektr nimalar, bayklar ko'p. Bizlarda shu yil bo'lsam agar, men ham necha yildan beri yo'q edim. Shu yil bo'lsam elektr bayklar ko'payib ketyapti. Bu yerda o'zini vinfastlari bor ekan. Narxlari yaxshi, arzon. Biz shu narsani bir haftacha oldin borib turib zavodiga zaявление tashab keluvdik.
nima shu olib kirish uchun между Tojikiston O'zbekiston, между Vyetnam Tojikiston, чтобы именно shu elektrobaytlarni olib kirib shu biron nima ochish salon ochish uchun qandoqa chegirmalar bor, qandoqa sharoitlar bor degan ma'noda bir kirib turib bir ko'rib chiqdik. Agar xudo xolasa biror xil yo'llari bo'lsa agar ko'rmoqchimiz. Aka, men restoranda ochgandan keyin bir oycha bo'ldi, oilamni bu yoqqa chaqirib olib kelganimda, oilam bor, bitta qizcham bor, 4 yashar. Olib kelganman aka, bu yerda rossiyskiy sadiklar bor aka. Xususiy sadiklar ochilgan уже. Bu yerda ko'p sadiklar, xususiy sadiklar, русский говорящий sadiklar, xususiy sadiklar ochilgan. O'sha sadikka berganman. Ijaraga uy xizmat qilamiz, boshqa rayondan, Ostrovdan. Harakat qilib yashayapmiz. Hozircha yaxshi hammasi. Xudo xolasa, ближайший 2-3 yil shetdi biz. 2-3 yildan keyin biz harakat qilib boshqa davlatlarga borib turib, restoranlar ochib, boshqa davlatlarga ochib, biror xil proyektlarni oldinga yuritmoqchimiz. Shuni o'ylayapmiz. Shuning uchun powerlarni hammasini qo'yib, o'zimizda o'rnimizni qo'yib, keyin boshqa joylarga borib turib ochishda boshlaymiz. Ligotalar masga aytganimda, imенно Rossiya grajdanlariga ligotalar bor. Agar siz ochib turib yaxshi, правильно ishlasangiz, ligotalar bor. Buni borib turib, imенно правительство уровениga borib turib so'rashingiz kerak. A tak hozircha рынок пустой, как говорится, aka. Ko'p narsa ochsa bo'ladi, ko'p narsa qilsa bo'ladi aka. Shuning uchun tем более o'zi bizdan primoy reyslar Toshkentdan kelyapti, samolyotlar ko'p uchayapti, turistlar ko'p, potok turistlar ko'p. Shuning uchun ko'p рынок свободный, ko'p narsa qilsa bo'ladi aka. Shuning uchun harakat qilib ochilish kerak. Haqiqatan ham to'g'ri aytsam, siz singari tadbirkor, ya'ni tadbirli, ayniqsa chet mamlakatlarda katta yutuqlarga, muvaffaqiyatlarga erishib, ish o'rinlari yaratib, sharoit yaratib, izlanib, intilib yurgan millatdoshlarimizni ko'rganda odam nihoyatda xursand bo'lasan. Men ham shunday xursand bo'laman. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Nima demoqchiman? Biz boshqa davlatga kelamizki, kelib turib ochganimizning sababi biz o'zimizni kulturamizni ko'rsatmoqchimiz. Чтоб bizda davlatlar boshqa davlatlar bilsinki, bizda shunaqa kultura bor, shunaqa kuxnya bor, madaniyat bor. Shuni biz harakat qilib shu narsani oldinga olib bormoqchimiz. Oldinga olib boramiz ham. Shuning uchun harakat qilyapmiz aka. O'zi даже Vyetnamsani o'zi ham kelib turib bizdan yeyishyapti. Taomlarimizni probovat qilyapti. Hammaga yoqayapti aka. Самое главное yurtlarimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin aka. Harakat qilib boshqa davlatlarga o'zimizni не только kuxnya bilan ko'rsatib, boshqa sohalar bilan ko'rsatishga harakat qilish kerak aka. Rahmat. Sizlar ishlaringizga muvaffaqiyat. Millatimizni nomini yanada yuksaltirish, o'zbek imijini yaratish borasidagi sa'y-harakatlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Azizlar, shu bilan bizning podkastimizni yakunlaymiz. Bizni oxirigacha kuzatganingiz uchun katta rahmat. Like bosing, kommentariyalarda izohlar yozib, fikrlaringizni bildiring. Savollar yo'llang, biz albatta mana Dostonbek bilan javob qaytaramiz. Rahmat. Rahmat aka, sog' bo'ling. Ya'ni 2026-yil 19-avgust kuni biz Niyachang shahridagi mana Vostok Food restoranida demak tushlik qilgandik va kechga tomon o'sha podkastimizni syomka qilgandan keyin, tasvirga olgandan keyin yana kechki ovqatlanishga ham bu yerga keldik va ko'nglimdan shu O'zbekistonda nomidan, o'zbeklar nomidan bir kitobni mana shu do'stlarimizga sovg'a qilishga ahd qildim. Nimagaki chet ellarda muvaffaqiyatga erishib, ish o'rinlari yaratib, sharoit yaratib, biznes bilan shug'ullanish bu hazilakam ish emas. Bularga qoyil, har tomonlama men masalan tan berdim. Ishlaringga rivoj tilayman. Yanada muvaffaqiyat yor bo'lsin va sizlarga mana o'zbekistonlik mashhur jurnalist, siyosatshunos olim Laz Rahmatovning Dunyo mamlakatlari kitobini hadya qilmoqchiman, sovg'a qilmoqchiman. O'ylaymanki, mana shu Vostok Food restoraniga tashrif buyurgan sayyohlar bo'ladimi, turistlar va o'zlaring ham
Buni o'qisanglar, bu yerda dunyoning 200 dan ortiq mamlakatlari haqida, xususan Vyetnam haqida nihoyatda muhim, qiziqarli ma'lumotlar o'rin olgan. Mana sizlarga, siz ham ushlang, bir tomon, siz ham ushlang. Xin chào Vietnam. Welcome to Vietnam. Добро пожаловать в Восток Фуд. Всегда вам рады. Да. Va come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Ahmad, Rahmat aka. автограф хочешь, да? Хорошо. Vostok Food jamoasiga omad yor bo'lsin. Lazizjon Bahranov, O'zbekiston, 19-avgust 2026-yil. Katta rahmat. Marhamat. Katta rahmat aka. Mayli, omad yor. Sog' bo'linglar.